Xo'p, hurmatli obunachilar, mana keyingi avtomobilimiz Spark ikkinchi pozitsiya avtomobili. Bu mashinamizni bir tur 10-15 kun oldin obzorini qildik. Bu mashinamiz narxlari hozir narxini tushirdik. Mashinamiz endi bundan beri narxi 88 million qilib belgiladik. Spark ikkinchi pozitsiya, to'rtta yangi yumshoq balonlari bor. Mashinamiz holatlari juda zo'r, LED farlar qo'yilgan, bir qo'l minilgan, motor galobkalari ochilmagan mashinamiz. Yangi gazlarida. Mana hozir yana bir ko'rsatib o'taman bu mashinamizni. Mana hashibkalar tiniq turibdi. Mashinamiz ikkinchi pozitsiya, probeglari 105.489 ming yurgan. ABS, konditsioner, abagrifflari ham bor, hammasi ishlaydi. Mashinamizni tan narxi 88 million, gazi bor, 908 punktlari ham bor. Naqd yo avtokreditga ham chiqadi bu mashinamiz. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqishlari mumkin. Bosh to'lovlari 9 million bilan chiqibdi. Oylik to'lovlari 3.157 ming so'mdan. Eslab qolinglar, 3.157 ming so'mdan 9 million bilan Spark 2020-yil. Mana bagajlariga kulish tegmagan, zaklopkada turibdi hamma joyi. Krilolari. Mashinamiz kraskasiga keladigan bo'lsanglar, mana shu kalinkasida eshikda mana shu pastida kraskasi bor. Mana shu tomondan shuni eshikda pastida kraskasi bor. O'zlaring uchun bemalol proverka qilib tekshirtirib olsalaring bo'ladi. Tayyor Spark avtomobili. Qadar yurganlarga tashib qo'yamiz. Manzilimiz Jizzax shahri, prospekt Almas kafe ro'parasida avtokredit bizaniki. Mashinamiz shu yerda turibdi. Nomerimiz 94 344 81 11 nomerimiz. Aloqaga chiqishlari mumkin. 108 punktlari ham bor.